Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi ro'yimizda Urganchda Galaxy avtosaloniga yaqin yerda shunday ajoyib qurilgan bir qavatli hovuzlarimiz bilan tanishib o'tamiz. 130 kvadrat metrda joylashgan ekan. Pat kulish tayyor girib yashidan fasadlar ham traditsiyalar qilingan, alif halla qilganlar, ishlar ham ajoyib ishlardan o'rnatganlar, stupenka qilingan, stupenka ustida kafelar bo'lgan, gaz, svet, suv, shishlar hammasi o'rnatilgan. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda joylarimiz ko'p, kelib xolangizni savdolashib, kelishib olsangizlar ham bo'ladi. Xohlasangiz 4 xonasi boizda uni narxini deganda mulkiyasini o'zlari bilan savdolashib, kelishib olasizlar. Bismillah deb xonalaringizni kirib, ich qismini tanishtirib boshlaymiz. Bismillah deb girgandan dalan qismi bo'ladi. Dalanimiz azda yana 330 lappa, uzunasi 7 metr kattalikda gilam bilan döşalgan, ishlarimiz ham ajoyib ishlardan qo'yilgan. Yer remont qilganlar izlar. Ajoyib qarang, tezor zonasi ham o'zgacha bo'lib, chayla qilib, led chiroqlar bilan bezak qilganlar. Ikki ham boshida buralar ham o'rnatilgan, lyustralar asilgan, patolog qismimizda ham led chiroqlari, baggalagellar, gipsakarddan chiroyli qilib figura ham qilganlar. Xonamizda girganning chap qismida rakovinasi bor, kafel qilingan, aynalar ham ajoyib plastiklardan. Xonadonimizda oyoq tellari 100% tepli pol. Hurmatli vatandoshlar, laminatlarım yaxşısından yayganlar. Bir de zal kısmı, spalni. Yine bir spalni, sanuzeli, aşxanası. Arka tarafta azgına bir mesası var. 130 kvadrat metrede joylashgan ekan xonadonimiz. Bir de senin zalı oladı. Zalımız yine 3,5, uzunası 6,5'la çıkıp paradezde. Ramkalar qilib, chayla qilib, remont qilib qo'ydilar. Ramkani ishlari. Azda avoy chetlari atashiyon to'qilganlar. Ramkalar, hazlar taygaları pöşekten emas, alibastırdan. Chiroyli lyustralar o'rnatilgan, led chiroqlar, galagillar o'rnatilgan, gipsakarddan chiroyli figura qilganlar. Tezor zonasi ham ajralib turibdi, chiroyli qilib bezak berganlar. Bu yoqda ikki ham boshida yana buralar o'rnatilgan, rozetka joylari bor. Oyoq tillalar minat, plyuslar ham o'rnatilgan. Belli atachment qilingan. Gaz, svet, suvdan umuman problema yo'q. Azlar bu tarafimizda esa spalnisi bo'ladi. Bu yerda 3,5 razmerda oboy qilingan. Oboy mo'yshi oboylardan, hurmatli vatandoshlar. Lyustralar osilgan, chetlar led chiroqlar tashlangan, gipsakardondan chiroyli qilib figura qilganlar. Bu xonadan chiqqandan bu yerda esa azlar sanuzel qismi bo'ladi. Oyoq tellar ham, devorlar ham kafel qilingan. Patolog qismi esa plastik. Bu yerda rakovinasi, vannası, unitazi qo'yilgan. Simisitrlarimiz zo'rindan qo'yganlar. Ajoyib bundan eng so'nggi modellaridan. Ishchi joylari bor, ishlab turibdi. Ishlari alyumin ramlardan, oboylarga e'tibor qiling, yarki oboylardan foydalanib qo'ydilar. Kuxnyada kuxniy mebellar ham tayyor. Azlar vichka mestalari, fartuqlar qilingan, mo'ykalar, bu yerda kir mashina to'shkalari, bu yerda esa xaladingni o'rnatib qo'yarasizlar chiroyli qilib. Birimiz 330 4 metr kattalikda tushgan oshxona qismi. Lyustralar bor, galagillar o'rnatilgan, karnizlar qistilgan. Arka tarafda shu aytib o'tganimizning ozgina bir mesasi bor, bir meydachida qo'yasizlar bu yerda bo'lgani. Hurmatli vatandoshlar, Euro remont qilingan, atachento, keyin oboylardan foydalanganlar. Bu yerda kattalar uchun spalni bo'ladi. 3,5-4 metr kattalikda beram. Perdeler asılgan, oboylar mo'yshi oboy, patolog qismimiz gipsakardon, lyustrasi bor, ajoyib high-tech lyustralardan. Bu yerda esa galagillar qo'yilgan, led chiroqlar ham to'shalgan. Oyoq tiyda gilamlar ham bor. Hurmatli vatandoshlar, xonadonimizda joylashgan mestasini aytib o'tadigan bo'lsak, Urganchda hazda Galaxy avtosaloniga yaqin yerda shuning ajoyib qurilgan bir qavatli 130 kvadrat metr bo'lgan hovli joylarimiz bilan tanishib o'tdik. Tayyorini ko'rsatib o'tdik azlar. Xalasangiz kelib turib korobkasini remont qildirsangizlar ham bo'ladi, o'zingizning fukuslaringizda. Uning variantlari ham bor. Xalasangiz barter ham qilsa bo'ladi azlar. Barterlar ham bor, doma barter, mashina barter. Gelip sodasını kılıp azlar joyingiz bo'ladi, joyini barter etsangiz bo'ladi, ustini pulini berib gelişip asanızda bo'ladi. Xalasangiz azlar bu hovli joylarimizni 4 xonalisi ham bor. Uni ham kelishsangizlar ham bo'ladi. Hech narsadan muammosi yo'q. Sho'chlar hammasi qo'yilgan, dokument muammo yo'q. Tayyor xonadan kelib faqatgina yashash kerak azlar. Kamchiligi shu, yashash kerak bo'lgani. Narxini to'xtalib o'tsak, narxi 580 million aytilib turibdi. Kelishib beriladigan yeri bor.
Nağd pul olan olsa, şıtır olan olsa sizlə gəlişədə normal summa qayıtıb bərlədək. Eğer kanallarımıza abone olmalı olsa, abone olup, videolarımıza like basıp, kollab quvvatlab dursanızsa sizlərə koldan gəncə əcayib xanadallarına təqdim qılıb bara verəmiz. Həmmiyə sağlıq, salamətlік dilimiz, keyingi roliklərdə yaxşı keyfiyyətdə görüşüncə də qalamız.